Yoshim 25 da, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Loyihani boshlashdan oldin biznesda tajribam bo'lmagan. Faqatgina IT ni bilganman. Dasturchi bo'lganligim uchun biznesdan umuman xabarim bo'lmagan. Kuryer bo'lib ishladim, kassada ishladim, ko'p joylarda ishladim. O'sha vaqtda ishlatilayotgan IT produktlarni ishlash prinsipini o'rgandim. Hozirda topishimiz yaxshi, endi o'rtacha o'zimizga yetadigan darajada. O'sha Rossiyada yurgandan ko'ra yaxshi daromad topishyapti. O'z uyimizda, o'z ota-onamizni bag'rida, oshnalarimiz, og'aynilarimiz bilan yashaganimizga nima yetsin, masalan, bolalar ham har doim menga rahmat aytishadi. Yanada rivojlanishga harakat qiladi bolalar, xursand mana shu loyihani boshlaganimizda. Endi yutuqlarga keladigan bo'lsak, yaqin jo'ralarim yonimda. Pulimiz bor, daromadimiz yaxshi. Istalgan vaqtimizda ish joyimizda bo'lib ishlay olyapmiz. Yanada jamoani kengaytiryapmiz. Asosiysi o'sha ishimiz kengaygandan kengayapti. Yutuqlarimizdan asosiylari shu. Yangi boshlanayotgan startaplarga hech qachon to'xtab qolmaslikni maslahat beraman. To'xtamasdan harakat qilaverish kerak. Birinchi martasida bo'lmas, ikkinchi martasida bo'lmas, baribir bo'laveradi, lekin har biri bo'lmagan joyida nimadir yangi narsani o'rgangan bo'ladi. Xuddi o'sha narsalar orqali ertaga produktini yaxshilab rivojlantirish mumkin. Mana shu maslahatni beraman. Ismim Abbos, familiyam Xushbaqov, OnePost.uz kompaniyasi asoschisiman. Yoshim 25 da, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Yoshlikdan qiziqish IT ga bo'lgan. 2014-yildan boshlab IT ni o'rganishni boshlaganman. IT ni o'rgangandan keyin 2 yil, 3 yil ko'p vaqt ketgan, chunki menda o'zim mustaqil o'rganish bo'lgan, ustozlarsiz internetdan ma'lumotlarni izlab, ko'rib, har birini mana shunaqa etapma-etap ko'rib o'rganganman. 2017-18-yillardan boshlab o'sha bilimni orqasidan qanchadir miqdorda mablag' topib boshlaganman. Loyihani boshlashdan oldin biznesda tajribam bo'lmagan. Faqatgina IT ni bilganman. Dasturchi bo'lganligim uchun biznesdan umuman xabarim bo'lmagan. Buni jamoa bo'lib boshladik, qurdik, qanchadir vaqt ketdi buni qurishimizga. Qurganimizdan keyin albatta bizga mijozlar kerak. Mijozlarni qayerdan topamiz? Bizda o'zimiz ham savdogar bo'lishimizga to'g'ri keldi dasturchilikdan tashqari. Undan keyin mijozlarni izladik, mijozlarning oldiga bordik, kelishuvlar qildik, qaysidir ma'noda sotuvlarni amalga oshirdik. O'z loyihamni yaratmoqchi bo'lganim har doim bo'lgan. Qanaqadir oxirigacha qanaqadir oylik maoshga ishlab yurish emas. O'zimda loyiham bo'lishi kerak, sotuv bo'lishi kerak, xalqaro bozorga chiqishimiz kerak. Mana shunaqa o'y-xayollar bo'lgan. 22-yil o'sha fikrga kelganman. 23-yil, 24-yilda ishlab chiqarish jarayoni bo'lgan. 24-yilda savdoni boshlaganmiz. 2019-yil akademik litseyda tugatganman. Undan keyin hamma boshqa yigitlarga o'xshab men ham universitetga o'qishga topshirishim kerak edi. Axborot texnologiyalari universitetiga topshirganman, yiqilganman. Undan keyin qanaqadir kun ko'rish kerak, oilani boqish kerak. Undan keyin Rossiyaga ketdim. Rossiyada yurdim 2 yil. 2 yil davomida Rossiyadagi o'sha vaqtim IT dan xabarim bor edi. 2 yil davomida u yoqdagi yaxshi rivojlangan IT produktlarni o'rgandim. Kuryer bo'lib ishladim, kassada ishladim, ko'p joylarda ishladim. O'sha vaqtda ishlatilayotgan IT produktlarni ishlash prinsipini o'rgandim. Undan keyin O'zbekistonga kelib o'sha narsalarni tatbiq qildim desam ham bo'ladi. Dastlabki bosqichda moliyaviy aniq, jamoa jihatdan, chunki katta loyihalarni bitta kadrda o'zi, bitta insonni o'zi ko'tarish qiyin, yaxshi jamoa bo'lishi kerak. Yaxshi yordamchi bo'lish kerak yoki maslahatchilar, hammasi yaxshi bo'lish kerak. Menda o'sha jamoadan qiyinchilik bo'lgan. Moliyaviy tomondan ham o'sha proyektimizni ko'tarish uchun mana shular menimcha boshlanish qiyinchiliklar bo'lgan. Hattoki oilada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Chunki IT yangi soha, aynan Surxondaryo uchun, Toshkent deyolmayman, aynan Surxondaryo uchun yangi yo'nalish. ITchi bo'lganim uchun meni kompyuter ustasi yoki programma qiladigan odam shunaqa deb o'ylashgan. Oilamizda ham ishonchsizliklar bo'lgan. Startapni moliyalashtirish o'zimda 2,5 ming dollar atrofida pulim bor edi. Yo, men unga mashina olishim kerak yoki qanaqadir biznes boshlashim kerak. Xuddi mana shunaqa bo'lgan. Lekin 1,5 ming dollar yetmaydi menga. Nima qildim? Boya aytib o'tganimdek, jo'ralarimga telefon qilib, ularni birinchi ishontirdim. Bolalar, mana shunaqa narsa qilsak, bizning bozorimiz bo'sh, bozorni egallashimiz mumkin. Sizlar menga 1000 dollardan, 1,5 ming dollardan bo'lgancha tashlanglar. O'shani bir joyga yig'aylik, mablag'ni, produktni sotishni boshlaylik, rivojlantiraylik, quraylik. Ularga xullas
manipulyatsiya desam bo'ladi. Bolalarni ishontirdim xullas. Keyin pulni tashlab berishdi. Bu yoqda men ishlarni boshladim. Qanchadir vaqtda sotuvni endi boshlaganimizdan keyin bittasini chaqirdim bolalarni. Bittasi keldi. Bu yerda sotuvlarni kuchaytirganimizdan keyin ana uchinchisi ham yonimda. Hozirda topishimiz yaxshi. Endi o'rtacha o'zimizga yetadigan darajada. O'sha Rossiyada yurgandan ko'ra yaxshi daromad topishyapti. O'z uyimizda, o'z ota-onamiz bag'rida, oshnalarimiz, og'aynilarimiz bilan yashaganimizga nima yetsin, masalan, bolalar ham har doim menga rahmat aytishadi. Yanada rivojlanishga harakat qiladi bolalar, xursand mana shu loyihani boshlaganimizda. Bizni qiladigan ishimiz kichik va o'rta biznes egalari uchun mahsulotlarning kirimi, chiqimi, sotuvi, toza foydasi, klientlarni analiz qilib beramiz. Eng yaxshi topovoy klientlar kim, eng zo'r sotilayotgan tovarlari nima, qancha foyda qilyapti, qaysi tovarlarga skidka berish kerak, skladda qolib ketyapti. Mana shularni analiz qilib beradigan dasturiy ta'minot. Hozirda menimcha $1 million yoki 500 ming kerak emas bizga. Chunki Unicorn yoki bizda 10 ming, 20 ming, 50 ming, 100 ming abonentimiz yo'q. Bor, o'ziga yarasha qanchadir miqdorda. Hozirda bizga 100 ming bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. 100 ming AQSh dollari bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Sababi rejalashtirib turibmiz hozir. Afg'oniston, Tojikiston bozori hozircha ancha-muncha bo'sh. O'zimizning bozorimizdan tashqari o'zimizning bozorimiz ishlar davom etadi. Tojikistonda Afg'oniston bozoriga chiqmoqchimiz. Startapimiz bizda testdan o'tgan, bozor o'rganib bo'lingan, sotuv bosqichida hozir mijozlar bilan ishlayapmiz. Mijozlarni fikriga qarab yana ham qanaqadir yangiliklar yoki qanaqadir funksionalliklar qo'shish bosqichida sotuvimiz bor. Endi yutuqlarga keladigan bo'lsak, yaqin jo'ralarim yonimda. Pulimiz bor, daromadimiz yaxshi. Istalgan vaqtimizda ish joyimizda bo'lib ishlay olyapmiz. Yanada jamoani kengaytiryapmiz. Asosiysi o'sha ishimiz kengaygandan kengayapti. Yutuqlarimizdan asosiylari shu. Mana shu vaqtgacha yetib kelguncha asosiy 2-3 ta narsa bor. Bir boshdan aytib o'taman. Birinchisi qiziqish. Odamlar uchun o'zini kasbi, hobbiday bo'lsa, o'shani charchamaydi deyshadi-ku. Menga ham masalan 20 soat yoki 24 soat ham IT bilan shug'ullansam, qanaqadir koding qilsam yoki nimadir o'sha bilan shug'ullansam charchamayman. Asosiy omillardan bittasi shu bo'lgan. Ikkinchisi, o'sha Rossiyaga borganligim haqida aytdim, ishlash uchun. U yerda har xil ishni qilganman. To'g'ri kelgan ishni qilganman, chunki ishlash kerak. O'sha narsalar ham ko'p sababchi bo'lgan menga. Yana o'sha joyga qaytib bormaslik uchun bu yerda yana ham davom ettirib, mana shuni qanaqadir yo'l qilishim kerak. Men o'sha joyga qaytib bormasligim kerak. Yaxshi rivojlanishim kerak, biznes qilishim kerak, qanaqadir ishda ishlashim kerak, yaxshi rivojlanishim kerak. O'sha ikkita omil asosiylardan bo'lgan. Hozirgi asosiy daromad manbasi o'sha bizning mahsulotimizni mijozlarga sotishdan iborat. Undan tashqari bizda boshqa jamoalar ham shakllangan. Deyarli freelancing jamoamiz ham bor bizda. Chet elga IT produktlarni eksport qilamiz. O'zimiz mahalliy bozordan ham buyurtmalar mavjud. Jamoamizda 6 kishi ishlaydi hozir. Ular tanlash nimalarga e'tibor berilgan? Birinchi o'rinda avvaldan tanish bilish bo'lganimga, og'aynilarim, oshnalarim, asosiy jo'ralarim, atrofimdagilar, chunki ertaga biznes bo'lgandan keyin hech qanaqa og'ayinchilik boshqa narsa emasda, biznesda biznes ketadi. U yerda ishonchlilik juda ham muhim. Startup ishga tushgandan keyin erkin bo'ldi hamma tomon. O'zim uchun o'zim ishlashim kerak edi. Avval 8 soat, 10 soat ishlagan bo'lsam, undan keyin balki 14 soat ishlagandirman, lekin o'zim istalgan, xohlagan vaqtimda, istalgan joyimda, xuddi shunday. Turmush tarzim ham yaxshi tomonga o'zgardi. Hamma narsa tartibli joyida, istalgan vaqt xohlagan joyimga bora olaman. Oilam bilan ko'p vaqt o'tkaza olaman. Yaxshi. Hamma narsani tashlab ketmoqchi bo'lgan vaqt 2-3 marta bo'ldi hozirgacha. Endi o'sha startaplar boshlaganimizdan keyin, sotuv boshlaganimizdan keyin sabab har doim har qanday biznesga raqobatchilar bo'ladi. Xuddi raqobatchilardan qolib ketayotganday tuyulaverdi. O'sha narsalar katta sabab bo'ldi. Qanaqadir moliyaviy tomondan qiynalib qolganda to'xtashni xohladim. Yo'q, to'xtamadik. Turtki bo'lgan narsalardan bittasi orqamizda bosib o'tgan yo'limiz ancha uzoq edi, ancha joyni bosib qo'ygan edik. Ancha xarajatlar bo'lgan, ancha mehnatimiz ketgan, qancha vaqt uxlamaganmiz aynan shu proyektimiz uchun, qaysidir ma'noda oshna og'aynimiz uchun vaqt ajrata olmagandirmiz. Xuddi o'sha orqaga qaraganda qaytib bo'lmas edi. Orqaga qaraganda qaytib bo'lmas edi. Biz faqat oldinga borishimiz kerak edi. Hozir ham davom etyapmiz oldinga qarab. Startup boshlangani beri orttirgan asosiy tajribalarimdan biri, men o'ylardimki, startup boshlanishidan oldin dasturchi bo'lganman-da. Hozir dasturchi emas, ham sotuvchi, ham dasturchiman.
startapni boshlashimdan oldin men o'ylaganmanki, IT produktni bitkazsak, sotuvlar o'zidan o'zi bo'lib ketadi. Talabga javob beradi. Lekin sotuv qilmasa, zo'r narsa bo'lsa ham foydasi yo'q ekan. O'sha eng asosiy o'rgangan narsam sotuv ham juda ham muhim narsa ekan, o'sha narsani o'rgandim men. Kompaniyani 5 yildan keyin menimcha 200 ga yaqin xodim bo'ladi deb tasavvur qilaman. Yo'nalishlarimiz kengayib ketgan, katta korporatsiyaga aylanganmiz. Faqatgina o'zimizni mana shu IT produkt sotish bilan emasda, boshqa yo'nalishlar ochilgan, bo'limlar bo'lgan. Mana shunaqa tasavvur qilaman. Katta binomiz, agar mana shu to'xtamasdan hozirgi tezlik bilan oldinga qarab yuradigan bo'lsak, xuddi shuni tasavvur qilaman. Kelajakdagi rejalar daromadning borini 40 yoshgacha realizatsiya qilib qo'yish. 40 yoshgacha o'sha poyezd relisiga qo'yib qo'yishim kerak. Undan keyin shofyordan o'zi ketadigan bo'lishi kerak. Men rejalarim, biznes ham o'sha hayot shunaqa ketishi kerak. O'sha 40 yoshdan keyin men o'zim qishloqda tug'ilganman, qishloqda bolasiman. 40 yoshgacha otamni, onamni uyini oldidan yana bitta uy qurib, o'sha yoqqa qo'ylarni olib, zo'r qilib, mana shunaqa hayot tanlash xohlayman. 40 yoshgacha yaxshi ishlab, undan keyin u yoqqa borib, vaqtimni faqat ota-onam bilan, oilam bilan o'tkazishdi, farzandlarimga ajratishdi vaqt. Xo'p, 5 yil oldinga murojaat qilsam, IT ni tashlash fikrlari ham bo'lgan. O'shani tashlamaslikni va ba'zi narsalarni hozirgi vaqtgacha o'rganib qo'yish kerakligini maslahat bergan bo'lardim. Yangi boshlanayotgan startaplarga hech qachon to'xtab qolmaslikni maslahat beraman. Har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. To'xtashga undaydigan menimcha har bir biznesmenda bo'ladi unday vaziyatlar. Umuman to'xtamaslik kerak. To'xtamasdan harakat qilaverish kerak. Birinchi martasida bo'lmas, ikkinchi martasida bo'lmas, baribir bo'laveradi, lekin har bir bo'lmagan joyida nimadir yangi narsani o'rgangan bo'ladi. Xuddi o'sha narsalar orqali ertaga produktini yaxshilab rivojlantirish mumkin. Mana shu maslahatni beraman.